Bu ikkinchi mavzuga kelganmiz. 4-qavat 3 xonali uy. Mana Sarvar kirib kelishimizdan uy bez remont uka. Umuman remonti yo'q. Mana hol, mana bu yerda детский xonasi bor. Bu yerda tualet, vanna, katta yotoqxonasi, bu yerda zal uka, bu yerda mana oshxonasi. Keyin eski sira zaldan boshlaymiz-da. Mana Sarvar zali, katta zal. Mana balkonni uka qo'shib yuborgan zalga. Xolasi ertaga kelajakda o'rtasini devor ochib, zalni yopirsangiz ham bo'ladi yarmi. Mana katta balkonni qo'shib yuborgan. Bu oshxonasi. Oshxonasini to'liq uyni xullas remont qilish kerak. Enasini ko'rib yotibdi uy. Issiq suv, sovuq suvi bor. Umumiy maydoni 86 kvadrat. Mana bu yerda katta yotoqxonasi. Oddiy uy, hech qanaqa bir shov-shuvli joyi yo'q. Kommentar yozib qo'yinglar, qimmat ekan deb, obunachilar. Xo'sh, endi Sarvar sizga детский xonasini ko'rsatay. Mana детский xonasi. Boya aytgandek 86 kvadrat metr umumiy maydon. Uy bez remont. Olasizlar, o'zlaring xohlagandek remont qilib olaverasizlar. Mana vanna xonasini ko'ring. Ariston bor. Kirib yashasa bo'ladi, lekin uy baribir remont qilgan yaxshi. Mana hojatxonasi. Uy sentrda joylashgan. Shu katta plusi. Qancha deyotgan narxini aka? 4 qavatli domlar. Narxini 35 ming so'rayapti. Albatta o'tib beradi. Pastda o'z raqamni qoldiraman. Eschi Sarvar sizda ukalaringiz, akalaringiz, boy aka o'rtog'ingiz bo'lsa, aytsangiz menga telefon qilaversin. Ko'rsatib qo'yaman uyda. O'zlari egasi bilan gaplashib, savdosini qilaveradi. Savdo savob bo'ladi. Ko'rishguncha.